Assalomu alaykum. Internetda shov-shuv. Xurshid To'rayevda 40 milliard qarzi bor ekan, 25 milliardini beribdi, 15 milliardini bermayotgan ekan. Bu gap sizga ham eshitilgan bo'lsa kerak. Bu gap haqiqatga yaqin gap. Bizda shunaqa oldi berdi bo'lgan. Bekobod shahrida bir obyektni biz sotib olganmiz. U obyektni 10 ming kvadrat berishga kelishganmiz egalari bilan. Egalari kelishgan, biz oldimizga taklif qilishgan. U yerda uy qurilishi to'xtab qolib 200 dan ortiq pul to'lagan, shu qurilishdan norozi insonlar bor ekan. Biz har bittasi bilan biz yigitlar uchrashib, pulni oladiganlarga pulni qaytarib bergan, bizni kompaniya bilan yangi kontrakt qilganlarga kontrakt qilishgan va bu ish 10 ming kvadratga kelishilgan joy. Yaqinda o'sha 2-3 marta uchrashuvlardan keyin bizga pul zarur, qarzimiz bor deb aytishganlardan keyin yer egalari biz qayta kelishganmiz. Bekobodda biz 20 milliardga olamiz deganmiz joyda. Ular yo'q deb, bo'lmasa ustlaringdan internetga chiqaramiz, yozamiz, u bu deyishgan. Undan keyin oxiri o'sha taftishga bir haligi chiqarishdi, video chiqarishdi. Men yaxshilik tarafdoriman, doim o'zim savob qilish uchun pul ishlayman deb yuraman. Tortishib yurmaslik uchun mayli deb 40 milliardga rozi bo'ldik. Faqat bitta o'rtada masala qolib ketibdi. O'sha men oldindan o'zlarini qo'llariga bergan odamlarga qaytarib bergan 630 ming dollar atrofidagi summani 40 milliard ichiga kiradimi, kirmaydimi? Chunki men qo'lim bilan berganman, 40 milliard ichiga kiradi deb hisoblaganman. Ular nimagadir kirmaydi deb hisoblashgan. Shu masala bo'yicha yana ishimiz cho'zilib ketdi. Bir oy muddatli do'g'urimiz buzildi, yana boshqatdan kelishuv qildik. Oxirgi kelishuvimiz ham dekabrda yaqin oxirlariga kelib bo'ldi. Hozir u kishi bilan unaqa katta muammomiz yo'q. Bu internetga nima uchun shu kerak bilmadim. U kishini o'zlari bilan gaplashib turibmiz. Bugun ham gaplashdim. Kelishuvimiz oxiriga qarib yetib qolgan. Bu hamma joyda bo'ladigan narsa. Yilda yuzlab kontraktlar, kelishuvlar qilamiz. Kim bilandir sal noto'g'ri kelishamiz, kim tarafdan o'tadi, qaysi birida biz tarafdan o'tadi. Bu narsani internetga nima aloqasi borligini tushunmadim, to'g'risi. Lekin baribir ham O'zbekiston rivojlanishi uchun barchamiz bir bo'lib, birdam harakat qilishimiz kerak. Men ham O'zbekistonning farzandiman. Yozayotganlar ham, boshqalar ham hammamiz birlashsakkina o'zi oldimizga qo'ygan katta maqsadlarga erisha olamiz. Men o'sha hammadan minnatdorman. Salomat bo'linglar. Shu voqea qiziq bo'ladi deb o'ylamagandim. Mayli bir aytib qo'yay dedim. Rasmiy munosabat so'rashibdi. Men rasmiy munosabat nimaligini bilmayman, unaqa narsa qilmaganman. Men bloger emasman yoki kontent ham yuritmayman. O'zimning ishlarim bo'yicha ozgina bilganlarimni aytib yuraman, xolos. Yozib chiqqanlarga kelsak, xalq dardi, taftish kanallariga obuna bo'linglar. Sizlar gapirish Xurshid aka deyishib xafa bo'lmadim. Ularga obuna bo'ling. O'sha bizni yuridik jamoa, o'g'lim ko'pchilik aytishyapti-da, o'qilaylik, biz ham yozaylik. Nimani yozasan o'g'lim? 15 ming prosmotri bor kanal 850 ming prosmotrga chiqyapti. Ularning ishi shu, tirikchiligi shu. Shu bilan bizda ham yomonlagani yo'q. Bor haqiqatga yaqin, faqat o'zlari bilgancha bir tarafda eshitgan xulosalarga kelishgan. Bizni bir noo'rin ayblab chiqishgani yo'q. Xalq hamma narsani biladigan bo'lgan, xalq aqlli bo'lgan. Xalqda hozirgi zamonda aldab bo'lmaydi. Ular o'ylab bizni savdolarimizga ta'sir qilamiz, biznesimizga ta'sir qilamiz deb o'ylayotgan bo'lsa, biz makaron sotmaymiz, biz uy sotamiz. Uy sotishdan oldin odamlar juda ko'p o'ylab olishadi. Bu narsalarni bizni tashvishga soladigan darajada emas deb tushuntirdim va sizlarga ham tilab qo'yaman, shu xalq dardi va taftish kanallariga a'zo bo'linglar, like, podpiska bosinglar. Bularni ham podpischiklari ko'payib, reklamalari ko'payib. Men ham shu yil reklamalarimni agar bir men bilan ishlashsa, bularga beraman. Ishlari yaxshi bo'lib, bola chaqalarini halol rizq bilan boqish ularga ham, bizga ham, hammamizga nasib qilsin.
yana nimadir qiziqarli narsalar bo'lsa men tayyorman. Men uchun bu 2 kun juda ham qiziqarli bo'ldi. Eng xursand bo'lgan joyim kommentariyada Xurshidjon unaqa bola emas, biz Xurshidga ishonamiz degan odamlarning gaplaridan ko'zimga yosh keldi. Rahmat ishonganlarga. Ishonchlaringni oqlash uchun shu O'zbekiston bo'ylab boshlagan ishlarimni oxiriga yetkazaman. Men yaxshi yigit bo'lish uchun yo'lga chiqqanman. Otam faxrlanadigan o'g'il, o'g'lim havas qiladigan ota bo'lish mening maqsadim. Qolganlarga ham shuni tilab qolaman. Salomat bo'linglar.